Aziz teletomoshabinlar, O'zbekiston vaqti bilan dasturini siz hozirning o'zida jonli efirda tomosha qilyapsiz. Bugun 29-iyul Xalqaro yo'lbarslar kuni. Aynan bu sana 2010-yilda yovvoyi tabiatda yo'lbarslarni asrab-avaylashga e'tibor qaratish maqsadida ta'sis etilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, mutaxassislarning eng so'nggi mana shu 100 yillik ichida yovvoyi tabiatdagi yo'lbarslar soni 95% dan ortiqqa kamaygan. Ularning yashash hududlari esa qariyb 93% ga qisqartirilgan. Bugun dunyoda yovvoyi tabiatda atigi 5000 taga yaqin yo'lbars saqlanib qolibdi. Shuning uchun ham hayvonot bog'lari hayvonlarni muhofaza qilish, ko'paytirish va tabiat bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lish uchun xizmat qiladi deb ishonch bilan ayta olamiz. Demak, aynan shu maskanlardan biri haqida suhbat yuritamiz. Marhamat. Albatta, hozir bolajonlar Linda deb baqirishyapti, chunki bu yerda saqlanayotgan Amur yo'lbarsining laqabi Linda. Va bugun yo'lbarslar kunida yurtdoshlarimiz ko'proq yo'lbarslarni kelib ko'rishyapti. Bugun Termiz shahridagi hayvonot bog'ida 3 bosh Amur yo'lbarsi saqlanyapti. Bilasiz, Amur yo'lbarsi noyob yo'lbarslar turiga kiradi va bugun yer yuzida ularning soni borgan sari kamayib boryapti. Va bugun 29-iyul yo'lbarslar kunini nishonlanishidan maqsad ham shu. Yo'lbarslarga yanada e'tibor qaratish, ularni himoyalash, ularni qo'riqlash, bir so'z bilan aytganda, ularni yanada sonini ko'paytirish. Bilasizmi, zoologlar shunaqa deydi. Ya'ni yo'lbarslar indikator tur. Bu degani, agarda biron bir o'rmonda yoki biron bir ekotizimda yo'lbars yashayotgan bo'lsa, demak u yerda sog'lom muhit bor, tinchlik va osoyishtalik bor. Chunki yo'lbarslar har joyni ham o'ziga makon deb bilaverishmas ekan. Demak, bugun sizga Termiz hayvonot bog'idan respublikada 2-o'rinda turuvchi mana shunday go'zal bir manzildan yo'lbarslar haqida hikoya qilamiz. Bu Amur yo'lbarsi. Amur yo'lbarsi sayyoramizdagi noyob yirtqichlarning biri bo'lib, yo'qolib borayotgan jonivorlar sifatida xalqaro qizil kitobga kiritilgan. So'nggi statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 10 boshdan ortiq Amur yo'lbarslarini uchratish mumkin. Bugun Termiz hayvonot bog'ida 3 bosh Amur yo'lbarsi parvarishlanmoqda. Ularni ko'rish uchun har kuni yuzlab mehmonlar tashrif buyuradi. Azaldan yo'lbarslar Termiz hayvonot bog'ida mavjud bo'lib kelgan. Hozirgi kunda 3 bosh yo'lbarsimiz bor. Erkak yo'lbarsimiz Amur laqabli, Ters va Linda laqabli 2 urg'ochi yo'lbarsimiz bor. Bizlarda yo'lbarslardan asosan Amur yo'lbarsi turi mavjud. Dunyodagi eng yirik yo'lbars hisoblanadi. O'zi dunyo bo'yicha 550 boshga yaqin Amur yo'lbarsi qolgan. Bu qonunchilikka muvofiq himoyaga olingan, ovlanishi yoki sotilishi umuman taqiqlangan. Bular asosan yirtqich go'shtxo'r hayvon hisoblanadi. Bularda qish paytida kuniga har biriga 10 kilogramdan, yoz paytida 9 kilogramdan go'sht berib kelyapmiz. Bu me'yorlangan normasi. Shu yerning o'zida tug'ilgan, bularning ota-onasi Toshkent hayvonot bog'idan vaqtida olib kelingan, bu 3 bosh sherni ko'paygan. Bular hozir mana Amur bilan Ters ikkalasi 18 yoshda. Uchinchisi Linda 12 yoshda. Dunyo bo'yicha mana qarang, 29-iyul kuni bu Butunjahon yo'lbarslar kuni deb ro'yxatga olingan. 2010-yildan beri bu bayram takrorlanib kelyapti. Butunjahon bayrami bu. Yo'lbarslar o'zi hozirgi kunda 13 ta mamlakatda qolgan. Asosan Sharqiy Osiyoda, Rossiyada, Xitoyda, Vyetnamda, Uzoq Sharq mamlakatlarida. Boshqa joyda tabiiy holda uchramaydi yo'lbarslar. Yo'lbarsni asrash faqat bitta hayvonni saqlab qolish emas, bu butun ekotizimni, biologik xilma-xillikni va eng muhimi insoniy tabiat bilan uyg'un kelajagini asrash demakdir. Buni teran anglagan ota-onalar hozirdanoq farzandlariga tabiatni asrash va hayvonlarga mehrli munosabatda bo'lishni o'rgatishmoqda. Bugun men farzandlarim bilan, jiyanlarim bilan hammalarini aylanishga olib chiqdik. Mana mazza qilib aylanishyapti hammasi. Hayvonlarni ko'rdi, xursand bo'lyapti. Ota-onalar doim tarbiya bilan, keyin tabiatimizda chiroyli joylarni ko'rsatish bilan ham albatta shug'ullanishimiz kerak. Yo'lbarslar yoqdimi? Yoqdi. Hammasiga yoqdi, ko'rishdi mana. Tabiat tarixida bir asr ko'p vaqt emas, ammo inson faoliyati shu qisqa davr ichida yo'lbarslar populyatsiyasini qariyb 96% ga qisqartirdi. Shu bois har yili 29-iyul Xalqaro yo'lbarslar kuni sifatida nishonlanadi. Bu sana bayramdan ko'ra ko'proq insoniyat vijdoniga qilingan murojaatdir.